Assalomu alaykum, hurmatli pensionerlar, otaxonlar, onaxonlar va ularning farzandlari. Bugun men sizlarga 2 yildan boshlab barcha pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan yangilik haqida batafsil tushuntirib beraman. Bu ma'lumotni e'tiborsiz qoldirmang, chunki gap pensiya pulini o'z vaqtida olish, qayta hisob-kitob, qo'shimcha to'lovlar. Hujjatlardagi xatolar va ayrim hollarda pensionerning o'ziga tegishli pulni yo'qotib qo'ymasligi haqida ketmoqda. Agar siz pensiya olsangiz, ota-onangiz pensiyasi bo'lsa yoki oilangizda nogironlik pensiyasi, yoshga doir pensiya, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan inson bo'lsa, bu video oxirigacha kerak bo'ladi. Men hozir oddiy tilda murakkab qonuniy iboralarsiz kim nima qilishi kerakligini, kim xavotir olishi kerakligini va kim bemalol kutishi mumkinligini tushuntiraman. Avvalo, kanalga obuna bo'lib qo'ying va videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotlar ko'pincha kech eshitiladi. Odamlar esa keyin nega oldim bilmadim deb afsuslanadi. Oldin ko'pchilik pensionerlar pensiya masalasida faqat bitta narsani o'ylardi. Pensiya kuni kelsa, pul tushadimi yoki pochtachi olib keladimi? Kimdir bank kartasidan olardi. Kimdir naqd pul kutardi, kimdir farzandiga ishonch qog'ozi berib qo'yardi. Lekin amalda pensiya tizimida bir nechta nozik joylar bor. Ma'lumotlar bazasidagi familiya yoki pasport xatosi, ish staji to'liq kiritilmagan bo'lishi, bank kartasi muddati tugashi, yashash manzili o'zgargani haqida xabar berilmagani, pensioner vafot etgandan keyin o'rtacha to'lov yuzaga kelishi yoki aksincha odamga tegishli qo'shimcha pul hisoblanmay qolishi mumkin. 12 iyuldan boshlab asosiy e'tibor shunga qaratilmoqda. Pensionerlarning ma'lumotlarini aniqlashtirish, to'lov yo'lini tartibga solish, qayta hisob-kitobga asos bo'ladigan holatlarni tezroq ko'rish va odamlarning o'z pulini ortiqcha yugur-yugursiz olishini ta'minlash. Men buni syurpriz deyotganimning sababi shuki, ko'pchilik bu jarayonni faqat oddiy tekshiruv deb o'ylaydi. Aslida esa ayrim pensionerlar uchun bu qo'shimcha pul olish, ayrimlar uchun kechikkan to'lovni tiklash, ayrimlar uchun esa kelajakdagi muammolarning oldini olish degani. Oldin qanday edi? Masalan, pensionerning ish stajida 2 yil yoki 5 yil hisobga kirmay qolgan bo'lsa, u ko'pincha buni bilmasdi. Pensiya tayinlangan, pul tushyapti, demak hammasi joyida deb o'ylardi. Lekin keyin ma'lum bo'ladiki, arxiv hujjati topilsa yoki mehnat daftarchasidagi yozuv tasdiqlansa, pensiya miqdori oshishi mumkin. Yoki pensioner bank kartasini almashtirgan, lekin yangi karta ma'lumoti pensiya to'lov tizimiga to'liq ulanmagan. Natijada pul bir necha kun kechikadi. Odam bankka boradi. Bank pensiya jamg'armasiga yuboradi. Pensiya jamg'armasi bankka yuboradi. Mana shu keraksiz sarsonliklarning kamayishi uchun ma'lumotlarni yangilash juda muhim. Endi nima o'zgardi? Endi har bir pensioner o'z ma'lumotlarini tekshirib qo'yishi, to'lov usulini aniqlashtirishi, qayta hisob-kitobga asos bo'lgan hujjatlar bo'lsa, ularni tayyorlab topshirish kerak. Bu hammaga bir xil miqdorda pul qo'shiladi degani emas. Bu juda muhim. Ba'zi odamlar 12 yildan hamma pensionerga falon so'm qo'shilar ekan deb noto'g'ri tushunadi. Men ekspert sifatida sizga aniq aytaman. Bunday xabarlarda doim ehtiyot bo'lish kerak. Qo'shimcha to'lov yoki oshirish har doim asosga bog'liq bo'ladi. Pensiya turi, staj, ish haqi, nogironlik guruhi, imtiyoz, yashash holati. Ilgari hisobga olinmagan hujjatlar va boshqa omillar. Birinchi toifa. Pensiyasi juda kam chiqayotganini sezayotgan pensionerlar. Masalan, bir otaxon 35 yil ishlagan, lekin pensiyasi atrofidagi tengdoshlariga qaraganda ancha past. U hammaning rizqi har xil deb yuraveradi. Lekin sabab shundaki, uning 1990 yillardagi ish joyi bo'yicha arxiv ma'lumoti pensiya hisobiga kiritilmagan bo'lishi mumkin. Agar o'sha yillarda yuqori oylik olgan bo'lsa, bu pensiya hisobiga ta'sir qilishi mumkin. Shunday holatda 12 iyuldan keyin ma'lumotlarni qayta tekshirtirish, arxivdan ma'lumot olish va pensiya jamg'armasiga ariza bilan murojaat qilish kerak. Masalan, tasavvur qiling. Xorazmdagi bir onaxon 22 yil bog'chada ishlagan. Mehnat daftarchasida hammasi yozilgan, lekin 2 yil boshqa tashkilotga o'tgan davrida muhr noto'g'ri bosilgan. Pensiya tayinlash vaqtida o'sha davr to'liq hisobga olinmagan. Agar u hujjatni to'g'rilasa, staj ko'payadi. Demak, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Albatta, bu ertaga birdan katta pul tushadi degani emas, lekin qonuniy asos bo'lsa, farq chiqishi ehtimoli bor. Ikkinchi toifa. Bank kartasi orqali pensiya oladiganlar. Bugun ko'pchilik pensiyani karta orqali oladi. Bu qulay.
pul tushadi, bankomatdan olinadi, do'konda ishlatiladi. Farzandlar boshqa viloyatda bo'lsa ham yordam beradi. Lekin karta bilan bog'liq muammolar ham ko'p. Kartaning muddati tugaydi, telefon raqami o'zgargan bo'ladi, SMS xabarnoma ulanmagan bo'ladi, karta bloklanadi yoki pensioner yangi bank o'tmoqchi bo'ladi. Agar ma'lumotlar yangilanmasa, pensiya pulining tushishi kechikishi mumkin. Masalan, Toshkent viloyatida yashovchi bir pensionerning kartasi iyun oyida muddati tugagan. U yangi karta oldi. Lekin pensiya to'lovi eski karta rekvizitiga bog'langan bo'lib qolgan. Iyulda pul tushmaydi. Odam vahimaga tushadi. Pensiyam to'xtatildimi? Aslida muammo oddiy. Bank ma'lumoti yangilanmagan. Shuning uchun 12 yildan keyin pensionerlar bank kartasini, telefon raqamini va pensiya to'lov usulini tekshirib qo'yishi kerak. 3-toifa naqd pul orqali pensiya oladiganlar. Ba'zi otaxon, onaxonlar bank kartasidan foydalanishni xohlamaydi. Ular uchun naqd pul qulayroq. Lekin naqd to'lovda ham manzil, yashash joyi, vaqtincha boshqa joyga ketish, ishonchli vakil orqali olish kabi masalalar bor. Agar pensioner bir tumandan boshqa tumanga ko'chgan bo'lsa, lekin pensiya bo'limiga xabar bermagan bo'lsa, to'lov kechikishi mumkin. Agar pensioner kasal bo'lib yotsa, uning nomidan pul olish uchun to'g'ri rasmiylashtirilgan ishonchnoma kerak bo'ladi. Masalan, Samarqanddagi onaxon qizi bilan birga yashash uchun Buxoroga ketdi. Lekin pensiya hujjatlari eski manzilda qoldi. Pochtachi eski manzilga boradi, odam yo'q. Keyin to'lov aniqlashtirish holatiga tushadi. Onaxon esa Buxoroda nega pensiyam kelmadi deb kutadi. Bunday vaziyat bo'lmasligi uchun yashash manzili o'zgarsa, albatta pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga yoki mahalla orqali xabar berish kerak. 4-toifa o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar. Bu masalada juda ehtiyot bo'lish kerak. Chunki bu pensiya ko'pincha voyaga yetmagan farzandlar, talaba bo'lgan farzandlar yoki mehnatga layoqatsiz oila a'zolari bilan bog'liq bo'ladi. Bola 17 yoshga to'lganda o'qishni davom ettirsa, ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar o'qish haqidagi hujjat vaqtida berilmasa, to'lov to'xtab qolishi ehtimoli bor. Keyin uni tiklash uchun yana hujjat yig'ish kerak bo'ladi. Masalan, bir oilada otasi vafot etgan. 2 farzand boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Katta farzand kollej yoki universitetga kirgan, lekin o'qish joyidan ma'lumotnoma olib topshirmagan. Tizimda u 15 yoshga to'lgan deb ko'rinadi va to'lov to'xtashi mumkin. Aslida u o'qiyotgani uchun ayrim holatlarda pensiyani davom ettirishga asos bo'ladi. Demak, hujjatni vaqtida topshirish juda muhim. 5-toifa nogironlik pensiyasi oladiganlar. Nogironlik guruhi, tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi guruh muddati, qayta ko'rik sanasi kabi masalalar bor. Agar nogironlik muddati uzaytirilgan bo'lsa, tegishli ma'lumot tizimga to'g'ri tushganini tekshirish kerak. Ba'zan odam ko'rikdan o'tgan bo'ladi, lekin ma'lumot kechikib tushadi. Natijada pensiya to'lov bir muddat ushlanib qolishi mumkin. Bu holatda vahima emas, hujjat bilan murojaat qilish kerak. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning pensiyangiz har oy o'z vaqtida to'shayotgan bo'lsa, karta ishlayotgan bo'lsa, yashash manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, hujjatlaringizda xato bo'lmasa, stajingiz to'liq hisoblangan bo'lsa, sizga faqat ma'lumotlaringizni tekshirib qo'yish kifoya. Ya'ni hammaga borib navbatda turish shart emas. Lekin kamida bir marta pasport, karta, telefon raqami, manzil va pensiya turi bo'yicha ma'lumotlar to'g'ri ekanini aniqlab qo'yish zarar qilmaydi. Birinchi nozik jihat. Hamma yangilik avtomatik pul qo'shilishi degani emas. Internetda barcha pensionerlarga yangi to'lov. Hamma pul oladi. Faqat pasport bilan boring degan xabarlar ko'p tarqaladi. Men sizdan iltimos qilaman, bunday gaplarga ishonishdan oldin rasmiy manbani tekshiring. Agar haqiqatan ham umumiy oshirish bo'lsa, u davlat tomonidan aniq e'lon qilinadi. Agar qayta hisob-kitob bo'lsa, u faqat hujjat va asos bo'yicha amalga oshadi. Ikkinchi nozik jihat, ortiqcha to'langan pul keyin qaytarilishi mumkin. Ba'zi odamlar tushgan pul tushdi, bo'ldi deb o'ylaydi. Lekin pensiya tizimida agar noto'g'ri ma'lumot sabab ortiqcha to'lov bo'lgan bo'lsa, keyinchalik uni qaytarish talabi qo'yilishi mumkin. Masalan, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan farzand o'qishni to'xtatgan, lekin bu haqda xabar berilmagan. Tizim bir necha oy pul to'lagan. Keyin tekshiruvda aniqlansa, ortiqcha to'langan summa qaytarilishi kerak bo'lishi mumkin. Shu sababli har qanday o'zgarishni yashirmaslik kerak. 3-nozik jihat, ishonchnoma bilan pensiya olishda ehtiyot bo'ling.
Keksalar ko'pincha farzandiga, nabirasiga yoki qo'shnisiga ishonchnoma beradi. Bu qonuniy bo'lishi mumkin, lekin ishonchnoma muddati, kimga berilgani, qanday huquq berilgani aniq bo'lishi kerak. Afsuski, hayotda shunday holatlar bor. Pensioner pulining qancha tushayotganini bilmaydi. Vakil esa hammasini to'liq bermaydi. Men bunday vaziyatlarni ko'p ko'rganman. Shuning uchun imkon bo'lsa, pensionerning o'zi SMS xabarini ko'rib tursin. Farzandlari birgalikda nazorat qilsin. Pul tushganini va yechilganini bilib tursin. 4-nozik jihat. Familiya, ism. Otasining ismi yoki tug'ilgan sanadagi bitta harf ham muammo chiqarishi mumkin. Masalan, pasportda Abdullayeva deb yozilgan, eski mehnat daftarchasida Abdullayeva deb yozilgan. Yoki tug'ilgan sana bir joyda 15 iyul, boshqa hujjatda 16 iyul. Bunday xatolar oddiy ko'rinsa ham arxiv hujjatlarini bog'lashda muammo tug'diradi. Shuning uchun hujjatlarni oldindan solishtirib chiqing. Agar xato bo'lsa, uni notarial tartibda yoki tegishli organ orqali to'g'rilash kerak bo'lishi mumkin. 5-nozik jihat, ish staji bor, lekin tasdiqlovchi hujjat yo'q. Ayniqsa kolxoz, sovxoz, kichik korxona, tugatilgan tashkilotlarda ishlagan odamlar shunday muammoga duch keladi. Mehnat daftarchasi yo'qolgan, muhr o'qilmaydi, buyruq raqami ko'rinmaydi. Bunday holatda arxivga murojaat qilinadi. Agar arxivda ma'lumot bo'lmasa, ba'zi hollarda sud orqali ish stajini tasdiqlash masalasi ko'rilishi mumkin. Bu oson jarayon emas, lekin umuman iloji yo'q degani ham emas. 6-nozik jihat, pensiya miqdori faqat stajga emas, hisobga olingan daromadga ham bog'liq bo'lishi mumkin. Odam bir yil ishlagan bo'lsa ham, hujjatlarda oylik ma'lumotlari to'liq bo'lmasa, pensiya kutilgandan kam chiqishi mumkin. Shuning uchun men ko'p ishlaganman, nega kam olyapman degan savolga javob faqat bitta emas. Ish staji, ish haqi, pensiya tayinlangan vaqt, qonunchilikdagi o'sha davr qoidalari va boshqa ma'lumotlar birgalikda ko'riladi. 7-nozik jihat. Chet elga vaqtincha ketgan pensionerlar. Agar pensioner uzoq muddat chet elda bo'lsa, uning pensiya to'lovi, hisob raqami, yashash manzili va hayotligini tasdiqlash kabi masalalarda qo'shimcha talablar bo'lishi mumkin. Bu holatda oldindan pensiya jamg'armasi bilan aniqlashtirib olish kerak. Ayniqsa farzandlar oldiga bir necha oyga ketayotgan keksalar pensiya to'lovida muammo bo'lmasligi uchun ketishdan oldin maslahat olgani yaxshi. 8-nozik jihat, qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ba'zi pensionerlar pensiyasidan ma'lum summa ushlab qolinayotganini ko'radi. Bu aliment, kredit, sud qarori, ortiqcha to'langan mablag'ni qaytarish yoki boshqa majburiy undirish bo'lishi mumkin. Agar siz pensiyangizdan nima uchun pul ushlanayotganini bilmasangiz, jim yurmasdan yozma ravishda tushuntirish so'rang. Har bir ushlab qolishning asosi bo'lishi kerak. Shunaqa bo'lyapti degan javob yetarli emas. Birinchi qadam, pensiyangiz qanday usulda to'lanayotganini aniqlang. Karta orqalimi, naqd pul orqalimi, ishonchli vakil orqalimi? Agar karta orqali bo'lsa, kartaning amal qilish muddatini tekshiring. Telefon raqamingiz ishlayaptimi? SMS xabar keladimi? Bank ilovasiga kira olasizmi? Shularni ko'rib chiqing. Agar karta muddati yaqin orada tugasa, bank oldindan boring. Pensiya kuni kelgandan keyin yugurishdan ko'ra oldin hal qilgan yaxshi. Ikkinchi qadam, shaxsiy hujjatlarni tekshiring. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi. Nogironlik bo'yicha xulosa, o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar, o'qish joyidan ma'lumotnoma, nikoh yoki familiya o'zgargan bo'lsa, tegishli guvohnomalarni bir joyga yig'ing. Hujjatlardagi ism, familiya va sanalarni solishtiring. Agar farq bo'lsa, yozib qo'ying va mutaxassisdan so'rang. 3-qadam, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilish kerak bo'lsa, oldindan savolingizni aniq qilib boring. Pensiyamni tekshirib bering deyish mumkin, lekin undan ham yaxshisi, mening 1995-1992 yillardagi ish stajim hisobga olinganmi? Karta rekvizitim to'g'rimi? Manzilim yangilanganmi? O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini davom ettirish uchun qanday hujjat kerak deb aniq so'rang. Aniq savolga aniq javob olish osonroq. 4-qadam, ariza yozishda ehtiyot bo'ling. Arizada kimga murojaat qilayotganingiz, familiya ismingiz, pasport ma'lumotingiz, telefon raqamingiz, yashash manzilingiz va talabingiz aniq yozilsin. Masalan, menga tayinlangan yoshga doir pensiya miqdorini qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman. Chunki falon yillardagi ish stajim hisobga olinmagan deb hisoblayman. Ilova qilinadi. Mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumoti, pasport nusxasi. Shunday yozilsa murojaat tartibli bo'ladi.
Beshinchi qadam. Hujjat topshirganingizni tasdiqlovchi belgini oling. Agar arizani qog'oz shaklida topshirsangiz, kirim raqami yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi bo'lsin. Agar elektron topshirsangiz, ariza raqamini saqlab qo'ying. Bu keyin men topshirgan edim deb isbotlash uchun kerak bo'ladi. 6-qadam. Bankka borganda faqat og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Agar pensiya kartaga tushmagan bo'lsa, bankdan hisob raqamingiz faolmi? Karta bloklanmaganmi? Rekvizit o'zgarmaganmi? To'lov qaytmaganmi? Shularni aniqlang. Ba'zan pul bankka kelgan bo'ladi, lekin karta bilan bog'liq texnik sabab tufayli ko'rinmaydi. Ba'zan esa to'lov pensiya jamg'armasi tomonidan hali yuborilmagan bo'ladi. Farqini bilish kerak. 7-qadam. Keksalarning farzandlari albatta yordam bersin. Ota-onalarimiz ko'pincha uyatchan bo'ladi. Borib nima qilaman? Navbatda turmayman, tushunmayman deyshadi. Farzlar esa pensiya tushyapti-ku deb e'tibor bermaydi. Lekin bir marta hujjatlarni tekshirib qo'yish katta muammoning oldini oladi. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan pensionerlar, nogironligi borlar, eshitishi yoki ko'rishi qiyin bo'lgan keksalar uchun bu juda muhim. 8-qadam. Shubhali qo'ng'iroqlardan ehtiyot bo'ling. Hech kim sizga telefon qilib pensiyangizga qo'shimcha pul tushirish uchun kartangiz raqamini, SMS kodini ayting desa, ishonmang. Bank ham, davlat tashkiloti ham sizdan SMS kod so'ramaydi. Firibgarlar aynan pensionerlarni nishonga oladi. 12 sizga pul chiqdi. Tasdiqlash kodi ayting deyishlari mumkin. Hech qachon kod bermang. Kartangizdagi pulni bir necha daqiqada yechib olishlari mumkin. 9-qadam. Agar pensiyangiz kechiksa, darhol vahima qilmang, lekin befarq ham bo'lmang. Birinchi kun bankni tekshiring. 2-qadamda pensiya bo'limiga murojaat qiling. 3-qadamda yozma izoh so'rang. Agar masala cho'zilsa, yuqori turuvchi tashkilotga murojaat qilish mumkin. Muhimi, hammasini hujjat bilan qiling. 10-qadam. Har bir pensioner o'z pensiyasi haqida minimal ma'lumotni bilishi kerak. Qaysi turdagi pensiya olyapman? Qancha miqdorda tushish kerak? Qaysi sanalarda tushadi? Qaysi bank kartasiga tushadi? Kim mening nomimdan pul olish huquqiga ega? Qaysi hujjatlarim muddati tugashi mumkin? Shu savollarga javob bo'lsa, odam ancha himoyalangan bo'ladi. Yana bir real misol aytaman. Bir onaxon pensiyasi har oy 1.200.000 so'm atrofida tushadi deb o'ylab yurgan. Farzandi bank ilovasini tekshirsa, aslida ayrim oylar boshqa summa tushgan. Ayrim ushlab qolishlar bo'lgan. Onaxon sababini bilmagan. Keyin aniqlashsa, eski qarzdorlik bo'yicha ushlab qolish bor ekan. Agar ular vaqtida so'ramaganda, onaxon nima uchun kam olayotganini yillar davomida bilmay yurardi. Demak, tekshirish bu shubha qilish emas, o'z haq-huquqini bilishdir. Yana bir holat, bir otaxonning pensiyasi 3 oy davomida ozgina kam tushib yurgan. U davlat shunaqa qilgan bo'lsa kerak deb o'ylagan. Keyin ma'lum bo'lishicha, bank xizmatlari va karta bilan bog'liq ayrim avtomatik xizmatlar ulangan. Mayda summa bo'lsa ham har oy ushlanavergan. Shuning uchun bank xizmatlarini ham tekshirish kerak. Pulli SMS, sug'urta, avtomatik to'lov, kredit bo'yicha ushlab qolishlar bormi, yo'qmi? Aniqlab qo'ying. Hurmatli tomoshabinlar, 12 boshlab pensionerlar uchun eng katta yangilik shundaki, har bir kishi o'z pensiya ma'lumotlarini tartibga keltirishi, to'lov usulini tekshirishi, hujjatlardagi xatolarni oldindan tuzatishi va agar qo'shimcha hisob-kitobga asos bo'lsa, ariza bilan murojaat qilishi kerak. Bu hamma uchun bir xil pul qo'shiladi degani emas. Lekin ko'pchilik uchun o'z haqqini aniqlab olish, kechikishlarning oldini olish va firibgarlardan himoyalanish imkoniyatidir. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq ota-onangizning pensiya kartasini, hujjatlarini, manzilini va telefon raqamini tekshirib qo'ying. Agar biror noaniqlik bo'lsa, kutmang. Hududiy pensiya jamg'armasi bo'limiga, banka yoki mahalla mas'ullariga murojaat qiling. Har bir savolingizni yozma shaklda berishga harakat qiling. Hujjatlaringiz nusxasini saqlang va hech kimga SMS kod bermang. Sizning hududingizda pensiya to'lovlari vaqtida tushyaptimi? 12 keyin sizda biror o'zgarish bo'ldimi? Pensiyangizni karta orqali olasizmi yoki naqd pul shaklida? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham sizning tajribangizdan foydalansin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangizga, qo'shnilaringizga, qarindoshlaringizga yuboring. Chunki pensionerning haqqi vaqtida va to'liq yetib borishi hammamiz uchun muhim.